Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana Umra ziyoratlariga reyslarni ochiq deb e'lon qilishdi. Bugun ustozdan to'liq ma'lumotni olamiz. Umra safarlariga Centrum Holdingsda reyslar qachonga qo'yildi va narxlar haqida ma'lumot berib yorsiz. Birinchi bo'lib, avvalambor assalomu alaykum. Birinchi bo'lib narxni aytib qo'yamiz. $1100 Farg'onadan uchib Jiddaga qo'niladi. Qaytish ham shunaqa. Jiddadan Farg'onaga qaytib kelinadi. Savollaringiz bo'lsa buyuring, ayting. Qarang, Centrum hozirgi kunda juda ko'p firmalar ko'payib qolgan. Centrum Holdingsga ishonchli bo'ladimi va joylari, yaqinlik masofalari qanaqa Makka Madinada? Gastinisalar haqida. Gastinisalar haqida ma'lumot bersak, hozir ishonch haqida ma'lumot bersak. Keling, assalomu alaykum. Bitta akam kelib qoldilar. Akam chaqirib turing. Avvalo Marg'ilondagi Centrum Holidings yangi rasmiy ochilgan Umra markaziga xush kelibsiz. Shu rahmat. Juda ham xursandmiz sizni bu joyda ko'rganimizdan. Avval kelganmisiz? Kelganim yo'q edi. Havas qilib keldim, xudo xolasa. Umra safariga borganmisiz avval? Borganimiz yo'q. Alloh nasibingiz qo'shib turganidan juda ham xursandmiz. Bu bo'lsa sizga qisqacha ma'lumot beraman. Vodiy ahli uchun Farg'ona aeroportidan reyslarimiz bor. Har dushanba Farg'onadan bo'ladi, har seshanba Toshkentdan bo'ladi. Endi yana mijozlar talabiga qarab qo'shilaveradi bu. Xo'p, agar Alloh nasibingiz qo'shib borib qolsangiz, birinchi bo'lib Farg'ona aeroportidan Jidda shahriga qo'niladi. Jidda shahrini bilasiz, havonamiz qabrlari bor deyilgan ma'lumotlar bor. Qanchaligi haqiqatini bilmadik, lekin shu ma'lumotni eshitganmiz. U joyda o'rab tashlashgan, kirishga iloji yo'q. Shu joyga tushiladi aeroportdan. Tushib 4 soat 5 soat davomida Madinaga qarab yo'l olinadi. Endi iloji boricha Jiddadan ben billa borsam-ku, xo'p, billa bormasam boshqa ilovachilar bilan ketsangiz, masalan, vizangizni ko'rsatsangiz, bir 60-30 realga chet puliga sim karta olasiz. O'sha uydagilar bilan aloqa qilib turgan. Chunki Jiddadan Madinaga borguncha 5 soat 6 soat vaqt ketadi. Borib markaziy mehmonxonalar deyiladi, shu Ravza-i Muborakda atrofida joylashgan mehmonxonalar. Taxminan adashmasam Toyiba mehmonxonasiga joylashasizlar. Bu Baqiy qabristoni oldida. Shunday gastinisangizni tushasiz, mehmonxonangizdan to'g'ri kirib ketaverasiz. Mehrobning oldi tomonida. Bu yerda 2 kecha 3 kunduz bo'linadi. Bir kecha borib, damda olib, 2 mahal ovqati bor. Madinada 2 mahal ovqat, shuni ham aytib qo'yay. Keyin doimiy esimga kelganda aytib ketyapman, doimiy o'zingiz ichib yuradigan dorilaringizni olishingiz kerak. Birinchi yordamda albatta ko'rsatiladi, doktorlarimiz bor. Madina-i Muborakka borib tushib joylashgandan keyin birinchi qiladigan ishlaring mehmonxonangizni vizitkasini olasiz. Chunki kirib ketganingizdan keyin yangi borgan joyingiz yangi qolishingiz mumkin, topolmay qolishingiz mumkin. O vizitkasini olasizda birinchi qiladigan ishlaring 50 yoshi bilan tushib, erkaklar, ayollarga ruxsat yo'q. Erkaklar o'zi salom eshigidan kirib chiqasizlar. Rasululloh alayhisolatu vasallamning oldilariga borib salom berish ulug' ishga musharraf bo'lasizlar. 3ta eshik bor tillodan bo'lgan, o'rtasidagi salom berasiz. Assalomu alaykum ya Rasululloh deb salom berib o'tib ketasiz va qolgan sahobalarga ham salom berib o'tib ketasiz. Shu bilan peshin bo'ladi, asr bo'ladi, 5 mahal namozga qatnab turasizlar. Bir kun dam olgandan keyin ertasi kuni soat taxminan 9:00larda endi u joylarda tezda ziyorat qilish kerak-da, chunki vaqt oz. Madina bo'ylab ziyoratga chiqiladi. Madina bo'ylab ziyoratlarga qatga boriladi. O'zi asli Madinada ziyorat qilinadigan joy 4 ta. 2 ta masjid, 2 ta qabriston. Hop, payg'ambarimiz masjidlarini ziyorat qilgandan keyin ziyoratga chiqqaningizda birinchi bo'lib Qubo masjidiga borasizlar. Masjid Quboga borilgandagi shunaqangi bir amallar borki, gastinisada tahoratlarni qilib borib o'sha Masjid Quboda 2 rakat namozni o'qisangiz, bitta umraning savobi beriladi. Shu amallarni bajarasizlar. Keyin Uhud tog'i bor. Uhud tog'i bor, u joyga ziyoratga borasizlar. Keyin Qiblatayn, 2 qiblali masjid bor, u joyga ziyoratga boradi. Sab'a masojid bor, Sab'a masojid 7 ta masjid deyilgan, 7 ta masjidga ziyoratga borasizlar. Xullaski, keyin Xurmo bog'iga borasizlar. Xurmo bog'iga borganingizda iloji boricha ajibi oliy madiniy degan ajob bor. O'shandan olinglar. Chunki Makkada ham bo'ladi, lekin Madinadan olganlar yaxshi, tabarruk. Shunday qilib ziyoratlarni qisqa qilib aytib ketyapman. Shunday qilib ziyoratlarni to'liq qilib bo'lgandan keyin yana bir kun dam olasizlar, shu 5 mahal qatnab turasizlar. Keyin yana asosiy bir narsa, endi bizda odatlanib qolganmiz, azon chaqiradi. Bomdodga azon chaqirganda birinchi azonida bomdod vaqti kiribdi deb o'qib olmaysiz. Chunki tahajjudga chaqiriladi. Keyin tahajjud bilan bomdodning namozini azoni hayya ala solah, hayya ala falah degandan keyin qod qomatis solah, as-solat xayrun minan nawm deydi. O'shanisidan bilib olasiz.
As-salatu xayrun minan nom desa bomdod kirgan bo'ladi, unaqa demasa tahajjudga bo'ladi, kechasi chaqiriladi. Xullas, Madinadagi ziyoratlar tugab, hamma yo'q bo'lganidan keyin Madinada ihrom kiyib olasizlar. Ihromlarni kiyib g'usl qilinadi albatta. Ihromlarni kiyib tepa-past ihromlarni ellik tushuntiradi. Yana biz bu darsxonamizda ham bir qator tushuntirib qo'yamiz-ku. Ungacha ham o'sha borib tushunib olasizlar. Ihromlarni tepa-pastlarda kiyib olgandan keyin faqat erkaklar uchun aytyapman, ayollarga ihrom kiyishadi. Tilmoq aytinglar. Madinada ihromni kiyib miqotga borasizlar. Zulhulayfa masjidiga borib, bu yerda 2 rakat namoz o'qib, menimcha asrga to'g'ri kelsa kerak. Asrda ham o'qib bo'lib, 2 rakat nafl namozlarni asrdan oldin o'qib olasizlar. Keyin shu masjidning o'zida tashqariga chiqib niyat qilasizlar. Niyat qildim, umra qilmoqlikni o'zing oson qilgin, qabul qilgin deb niyat qilib, avtobuslarga qaytib o'tirib, labbayk Allohumma labbayk deb Makka mukarramaga qarab yo'l olasizlar. Taxminan hozir doimiy bu 90% reys kechqurunga to'g'ri kelyapti. 12 birlarga yetib boriladi. Borib Makka mukarramaga joylashib, hamma ma'no shu narsalaringizni qo'yib, xonalaringizni aniqlab olganingizdan keyin xohlasangiz g'usl qilib olaverasiz. Keyin yana bir narsa, yo'lda masjidlarga to'xtatiladi, shom xuftonlarga to'xtatiladi. O'shanda hojatxonalarga kirganda yoki biron bir magazinga to'xtaganda xushbo'y narsalardan ishlatib turasiz. Keyin Makka mukarramaga borganlaringdan keyin gastinisaga kirganingizda o'sha yerda ham so'nlardan, shirinliklar, atirlardan xushyor bo'lasiz. Yuvinib taranib bo'lganingizdan keyin yana bir qator g'usl qilib. Gastinitsa qancha oladi? O'sha gastinisamiz Makka, Madinadagi gastinisamiz Ibrohim Xalil ko'chasida 1 kilometr 200 metr, 1 kilometr ham tushish oson. Namozdan bir 10 daqiqa, 20 daqiqa oldin 10 daqiqa deylik, yurishni boshlasangiz, uni ko'rib turadi o'zi. Tushib borib ziyoratlarni boshlayverasizlar. Xullas, haligi umra masalasiga qaytaylik. Choylarni ichib bo'lib, pastga to'planasizlar, el yuvosh olib sizlarni ziyoratga olib kirib chiqadi. Ziyoratga olib chiqib, barcha amallarni tugatgandan keyin, sochlarni oldirib bo'lgandan keyin xuddi shu kiyimingizni yana qaytarib kiyib olaverasiz. Bir kun dam olgandan keyin taxminan 2 kun yo 3 kun o'tkazib, o'sha namozga 5 mahal qatnab turasizlar. Keyin Makka bo'ylab ziyoratga qilinadi. Makka bo'ylab ziyoratlar haj amallari bajariladigan joylarga boradi. Arafat tog'iga borasiz, Muzdalifa, Mino, Jamorat, Nur tog'i, Hiro g'ori, ular haqida yana qisqa ma'lumot berib o'tib ketamiz. Shunday joylar ziyoratlarga borib bo'lganingizdan keyin 3 kunda hamma amallarni butkul tugatib bo'lasiz. Sizda yana taxminan Makkada 12 kun turasizlar-da. 1 haftalik vaqt bo'ladi. O'sha 1 haftalik vaqtda xohlasangiz Oysha onamiz masjidlariga borib, sizda o'zingizdan o'tib ketgan, borolmay qolganlarning nomidan umra badal qilasiz. Xohlasangiz Toyifga borib kelasiz. U el yuvoshi bilan kelishib maslahatlashgan holatda yo'l tutaverasiz. Xohlasangiz bir marta borib kelib qo'yadi, o'zingiz borib kelaverasiz. Xullas ki 12 kun vaqt, 14 kun vaqt shu tarzda faqat ibodatga bag'ishlab vaqtingizni o'tkazganingizdan keyin yana endi kelishimiz juda ham oson bo'ladi. Makkadan shunday Jidda muborakga boriladi. U joylardan samolyotga o'tirib 5 litr zamzam olib Farg'onaga qaytib kelasizlar yana. Qisqacha ma'lumotimiz shu. Bular sizlarga qilib beriladigan sharoitlar. Birinchisi, bu yerda ketayotganingizda pasportingizni berasiz, viza, bilet, kamzir, sumka, nimcha, bo'yingizga bejiklar beriladi. Menimcha to'liq tushunarli bo'lsa kerak, biron bir tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa bemalol aytavering. Yo'q, yaxshi, Xudo xolasa chiroyli tushuntirdingiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, keyin yana bir yangilik, agar imkoniyatingiz, sharoitingiz bo'lsa, 7-8-yillar oralig'ida 7-ga deyishyapti, 8ga ko'chib borish ehtimoli bor. Abdurahim janoblar bilan men o'zim birga safar qilaman. Qiziquvchilar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Birga borib safar qilamiz. Men o'zim 50 yoshlik qilaman. Abdurahim hazratlariga aytamiz, iltimos qilamiz, tarixga muhrlab, chiroyli qilib video qo'yishdan iltimos beramiz. Toshkentdan Teshanbuni ta'minlaymiz. Xo'p, keyin Toshkentlik, bu vodiy ahliga bu. Men Toshkentdan reyslaring bormi deganlar uchun Toshkentdan seshanba kuni har seshanba kuni Toshkentdan reyslarimiz bor. Endi bu yana qo'shilib boraveradi. Dushanba, seshanba imkon qadar har kuniga reys qo'yishga harakat qilamiz, lekin hozircha seshanba kuni Toshkentdan, dushanba kuni Farg'onadan reyslarimiz bor. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bolangizga shukr, tan joningiz sog' bo'lsin. Shu qisqacha ma'lumotimiz shu. Kim umraga borishni niyat qilayotgan bo'lsa, o'zingiz bora olmaysiz, ota-onangizni jo'natmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, bizga ishonib topshirishlaringiz mumkin. O'zimizni otamizdek, o'zimizni onamizdek xizmatlarini qilib, eson omon qo'lingizga olib kelib topshiramiz. Salomat bo'linglar. Va qisqacha ma'lumotlar, savollar kerak bo'ladigan bo'lsa, savollarga javob berish kerak bo'ladigan bo'lsa, raqam qo'yib bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.